Ma'arif madaniyat uçur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibris, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Hi everyone, welcome to the Language Training Center video classroom, and today we will learn English alphabet. Sağolashlar yaxshimizlar. Biz bugundan boshlab hamda o'sha ingliz tilining alifbasini o'rganishni boshlaymiz. Hamda bizningki bu g'oyasin darsligimiz 2 oydan buyon. Bizningki abdiy ta'limimizda torbat, onundan sirt tanishim darsxonalarida qo'yilyapti. Hamda hozirgacha nurg'unlagan nayt yaxshi fikrlarni, inkaslarni topshirib oldik. Hamda shuning ichida nurg'un savodashlar bo'lsam o'sha ingliz tilining alifbasi deganda hamda masalan harflarni, tovushlarni bir sistemli so'zlab bergan bo'lsa degan talablar bo'lib ekan. Hamda savodashlarning shu talabiga binoan shuningga asosan biz shu English alphabet degan shu sin darsligini ta'sis qildik. Anda bu darsligimizda asosan ingliz tilida intayin asos bo'lgan masalan 26 harf deymiz, onundan sir tovush xalqaro birlikka kelgan. Onundan sir har xil muhim bo'lgan grammatika va yoki so'zlik nuqtalari so'zlanadi. Amsa shu bugundan boshlab bu savodashlarniki va yoki yangidan nol saviyadan boshlagan savodashlar bo'lamdi va yoki hozir bir mezgil o'rganib, onundan sirt masalan ingliz tili asosiyati azroq qiynalayotgan, toza aniq tushunolmayotgan savodashlar bo'lsa, bizningki shu darsligimiz intayin mos keladi. Bu asosligi nol saviyadan boshlanadi. Alright. Aniqda bugungi darsimizda avval shu English alphabet, hamda ingliz tili alifbasi. Hamda biz boshlang'ichga kirganda alifbadan boshlab o'rgangan. Shunami? A, A, I, O, U deb. Shunami? Hamda ingliz tilining o'xshashlar qanday desanglar, shuning o'xshash harflar bor. Shunga alphabet. Bu English alphabet deymiz, Uyg'urcha nima deymiz? Desanglar alifba. Shunami? Alifba. Shunga onun keyin endi phonetics, endi phonetics demakchi shu talaffuz qilish qoidalari bor. Shunami? Shularni tafsiliy o'rganib chiqamiz. Aniqda bugungi darsimizda shu English alphabet deganni o'rganib chiqmoqchi. Aniqda avval intayin muhim bo'lgan bir narsa qarab boqaylik sog'lashdan. Sog'lash masalan ekrandagi so'zni qarasanglar, buni nima deb o'qiymiz? To'g'ri. Hamda masalan ingliz tili o'rganib baqqan ko'pincha savodashlar biladi. Bu nima desanglar, name deb o'qiymiz. Biroq hamda shu ingliz tili o'rganib baqqan faqat hamda shu ingliz tilini o'qib baqqan savodashlar bo'lib qolsa, buni balkim nima desanglar, ilgirki hamda yangi yoziq bo'yicha buni nami deb o'qiydi. Nami deb o'qiydi. Okay, nami deb o'qiydi. Shunga hamda bu qanday desanglar, masalan yozilishi ilgari latin tillari yozilgan Uyg'ur tili emasmi? Shuning asosiga o'qsak nami deb o'qiymiz. Lekin endi haqiqiy o'lchamdagi inglizcha o'qsak nima desanglar, buni name deb o'qiymiz. Name. Okay, name. Demak, hamda ingliz tilida qarasanglar bu so'zning ko'rishga bo'ladi. Hamda buning oxiri i'ni qanday qilmaymiz desanglar, talaffuz qilmaymiz. Birinchisi N harfi, ikkinchisi A harfi. Shuni A deb talaffuz qilamiz. Bu nima? Name. Qoida bo'yicha oxirgi i'ni qanday qilmaymiz? Talaffuz qilmaymiz. Endi bu ingliz tili qanday til desanglar, xuddi otni eshak deb, eshakni ot deb talaffuz qilgan tilchi. Endi meni demoqchi bo'lganim bu yerda yezilishi bir xil, o'qilishi yana bir xil. Shunga shu savolashlar birinchi bo'lib shu til o'rganganda diqqat qilgan nuqta nima desanglar, shu o'qishni o'ylash kerak. Qanday o'qishni-chi? Bizningki hamda burunqi hamda yangi yoziq bo'yicha o'qisak toza yaxshi bo'lmaydi. Masalan, mening dadammi, nayt erqatimda edi-chi, voy men ingliz til o'rgansam, nayt tez o'rganib ola olmayman. Men harflarni o'rganganda edi-chi.
Demek hamda, lekin hamda burunqi hamda Uyg'ur tili, Latin tili, harfida asoslangan Uyg'ur tili bilan ama ingliz tili qanday o'xshamaydi. Farqliq. Şuna muşunun kelgende qanday ana çoğum öğrenişimiz kerak. Anız qaranglar. Ma üstürük nima desangiz so'z shuni, ama bu so'zlar nimadan tuzilgan desangiz, harflardan tuzilgan. Bu qaysi harflar desangiz, masalan N, A, M, E, okay. Endi bu shu 4 harfdan tuzilgan. Endi bu ashlan nima deymiz desangiz, harf deymiz. Ona keyin endi va tegrikin cho'g desangiz, masalan, baliq tirnoq ichiga yoki manta, ya'ni belgishiga yozilgan nima bor emasmi? Ular nima desangiz, tovushlar. Bu tovushlar degan nima desangiz, odatda go'jin deb qo'yamiz, xalqaro birlikka kelgan endi inglizning transpekiyasi. Okay, sal uzun so'z hamda. Buni menda zag'irnan til bilan aytganda, hamda xanzutligan insonlar xanzutchining piyins bor emasmi? Demak, ham o'sha inglizchining piyinsi desangiz bo'ladi. Tushundingmi? Demak, hamda maxsus bu ishlarga o'qib beradigan, o'qish uchun xizmat qiladiganlar. Okay. Demak, hamda bu yozilish nima ekan? O'qilishi name. Okay, name. Buni deymiz, name deymiz. Okay, hamda masalan chet elliklarmi odatda Uyg'ur tili o'rganganda nima desangiz, o'sha xalqaro birlikka kelgan ta'lim sistemasi bor, shuning asosida o'rgangan. Ilgari men bir amerikalik bir do'stim bor. Ommo nima desangiz, bir kitobni ko'tarib kelibdi. Bu Harvard universiteti kutubxonasida o'rgatib kelibdi ekan. Buni qarsam emas Uyg'urda, masalan, bu nechpol deganda, bu nechpol shu xalqaro birlikka kelgan tovushlar bilan ifodalabdi. Bu bunda bo'lgani qanday desangiz, bu o'rganishga oid oson ekan, o'qiy olar ekanda endi. Demak, hamda buni o'rganib olsanglar, keyin yana boshqa til o'rganishga cho'qim qanday desangiz asqadi. Şuna bugün harf sözleyimiz. Yani bir iki qitimliq darsdan keyin shu tovushlarga kelamiz, savodoshlar. Shunga üstelik ama so'z nima, harflardan tuzilgan, tegrik nima desangiz, shu tovushlar. Demak, o'qish qoidasi. Shunga shuni bir arab olsanglar. Alright. Aniqda ko'rdingizmi bu markalarni? Va qarasanglar, naydi, qarasak qarg'imiz keladi, shundami? Okay. Bu hammasi nima desangiz, shu dunyodagi dangliq her sahadaki, her kasbdaki dangliq markalar. Demek hem de muşlar mı nimadan tuzilgan desangiz, bu harflardan tuzilgan. Shunami? Shunga o'xshash. Endi biz shu bugungi darsimizdagi shu harflar bilan birlashtirib, hamda shu markalarni hamda o'qish, qanday o'qiymiz, shular bilan tan qanday qilamiz desangiz, mashq qilamiz. Xo'sh, endi qaranglar. Endi bu ingliz tilidagi 26 harf bor. 26 harf. Qarasanglar, 26 harfniki mana cho'ng kichik yozilishlar bormi yana? Mana yendiki cho'ng yozilishi, yana birisi nima desanglar, kichik yozilishi. Kichik yozilishi. Masalan, buni qarasanglar nima? Birinchi harf nima ekan? A. Okay, endi bir o'qib o'taylar, bu harflarni. Birinchisi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yani nimde bakayım insanlar? Z. Hem de bu 26 harfniki hem de İngiliz tili qancha üzük tavuş harfi, sozuq tavuş harfi deymiz bu. Hem de müşahara 5 tane sozuq tavuş harfi var. Okay, sozuq tavuş harfi. Hem de bu sozuq tavuş harflerden qarasanglar, nima desanglar, abay ko'rib shunama, 5 va shunaqa A, E, I, nima? O, eng og'riqsi U. Endi bu so'zliq tavush degan nima desanglar, balla. Mandaqcha aytganda, biz talaffuz qilgan vaqtimizda bizningki shu o'pkimizdan chiqqan havo, bizning har xil talaffuz qilish organlarimiz bor. Masalan, tilimiz deymiz, uniki demoq deymiz, har xil golninki, har xil kichik til bu deymiz. Shunami? Bu talaffuz qilish organlarining to'salg'isiga uchirmaylan qanday desang, talaffuz qilganlar. Masalan, A, E,
I herkes A degan oy dememiz ama. Demek ki bu şunun okşay telaffuz qılğa vaqtında qanday qılmaydı, to'salga o'xshirmaydi avaqimi. Demek A, E, I, O, U. Okay, boshqa tovushlicha. Deb tushunarmi? Masalan demek ki mesela ya tilimizdeki ya çişimizdeki ya mesela lavlarımızdaki to'salga o'xshiraydi. Şoňa buni nima deymiz? Mesela üzük tovush deymiz. Üzük tovush harflari. Ma'olchu so'zuq tovush harflari. Demek 5 bilib olanlar A, E, I, O, U. Alright. Hamda birinci tovush. Birinci tovushni chiqib A deb o'qiladi. A emas, bundan keyin o'zgartinglar. Bu nima emas? A emas. Okay. Buni nima deb o'qiymiz? A. Alright. O'qib beringlar. A. Okay, endi buni nima deb o'qiymiz? Sanglar. A. Yaxshi. A. Masalan, buni o'xshash markalar qarab boqaylik. Endi bu birinchi marka nima desanglar, bu kompyuterning markasi ekan-ku. Endi o'qib boqaylik savolashlar. Birinchi harfi nima ekan? A. Shunama, ikkinchi harfi C, uchinchi harfi E, to'rtinchi harfi R. Okay. Endi buni qo'shib o'qganda nima desanglar? Acer. Okay, Acer. Endi bu Acer bu bir kompyuter elektr mahsulotlarininki markasi, Tayvanninki. Tayvanlik bir shirkatning shunami? Buni Acer deymiz, Acer. Okay, demak endi ana birinchisi A o'qiydigan ekanmiz shunami? Acer. All right, endi macho. Buni balkim bilmaydigan odam yo'qdir. Shunami? Bu Adidas. Buni o'qiganda nima? Adidas. Okay. Endi bu harflarni o'qib boqinglar. Birinchi harf nima? A, ikkinchisi D, uchinchisi I, D, A, S. Yaxshi. Adidas. Nayt yaxshi. Adidas. Endi Adidas nima markasi? Chiq bo'ldi Amerikaning deydi. Yo'q, Amerikaning emas, nima? Germaniyaning markasi. Germaniyaning markasi. Adidas. Adidas emasmi? Adidas. Ama aynan yana bir ichir bo'lganda deb o'qilishi bor. Buning keyingi tovush talaffuz qilish tartibimizda night aniq kapsili so'zlaymiz. Nima? Adidas. Good. Ansa macho. Okay, mana nimani bilsa Arman nima? A R M A N demakchi Armanning markasi. Okay, A. Demak endi bu birinchi harf nima ekan desanglar? A. Demaklar A. Endi mana so'zni o'qib beringlar. Birinchi so'z nima ekan bolalar? Birinchisi C, lekin hamda talaffuz qilganda ko'pincha deb talaffuz qilindi. Shunimi? Ikkinchisi A, K, shunami? Yana birisi okay, demak cake. Ayt yaxshi, cake. Arada men ingliz so'zdagi va oxirdagi i ni qanday qilmaymiz desanglar, talaffuz qilmaymiz. Bu nima bo'ldi? Cake. Ayt yaxshi, cake deganimiz nima? Tort. Ma harf nima edi? A harfi. Shunami? Endi ma keyingisi birinchisi shunami? A, K, B, L. Okay, table. Okay, table. Table deganimiz nima ekan? Ustal ekan, shunami? Okay, harf A. Okay, yaxshi. Cake. A, cake. Yani table. Okay, table. Okay, endi keyingi harf nima desanglar? B. Yaxshi, B. Okay, endi B harfi. Shunami? Ama B da jiqla xatolashib ketmaysizlar. Endi qaranglar, buni nima deb o'qiymiz? B, C. Okay, BBC. Okay, BBC. Demak British Broadcasting Corporation. Nima desanglar? Angliya yoki Britaniya radio televiziya shirkati. Bu dunyoviy intayin dangliq bo'lgan shu radio televiziya shirkati BBC News, BBC xabarlari deb olganmi? Okay, BBC. Okay, anda bu marka nima desanglar? B harfi bor nima? B U G A T T I. Okay, Bugatti, right? Ko'rdingizmi? Kishi oqsa mana shunlar. Okay, Bugatti. Okay, bu nima desanglar? Okay, macho. Okay, mana balkim hamma bilsa, Mercedes Benz. Demakchi, bu B harfi bor ekan, shunami?
Mercedes Benz. Okay. B. Nima ekan? B. All right. Wow. What about this? Bu nima desanglar? B shnama? B M W. Okay. Mana o'qanda nima? B M W. Okay. Anda mana V deb o'qimaymiz. W. Arab bo'yicha o'qanda W. B M W. Yaxshi. Bu ishdan shirma B harfi bor. Shunami? B. Amsa bu so'zni qaranglar. B ga masalan mana bag. Okay. Birinchi so'z nima ekan? Bag. Bag deganimiz nima desanglar? Sumka. Bag. Keyingi macha book. Okay. A book. Nima? Shu B harfi. Shunami? A book. All right. Ana book deganimiz nima desanglar? Kitob. Bag degan so'z desanglar sumka. All right. Bag. Yani book. Demek ikkinchi harf ingliz tilidagi B.